Peyliyenimiz nayet utuqlıq bulup da. Bu qitim mençe menimce çokum aldığım 3 kararından mı yaxşarak bolu dep oylayman. Toda. Hey, bir iş var canım balam. Ben de mi? Ben. Sadıkan giden tudakon. Bak. Allah, apam harap kaldı. Göz uçuştu apam harap kaldı. Hey dada, bir azdan. Hata dıtlı oldu. Kimden yeri dur gel. Qanchalik shu zalıq shunchalik adam bo'lsa, shunchalik adam nemdab ketvarman oy. Yaxshimizlar do'stlar. Bugun sizlarga 4-qarorliq milliard kulki sahnasining tayyorlik xizmatlari haqida uchur yetkazman. Men kiyimlarga qarabla bu filmni xeli burun tatib qo'yganimni bilib oldinglar haqcan. Vaqtida ishlab chiqarilmagan savallikni ustimga olaman. Yotlayapsa. Xalqam keldi. Öşlü olduğunu deyim hakkam benim telefonu açıyorum. Şunu bilen qandarak? Yo'q shu yerda. Dang. Ustozlar demeydi en mühimi. Milliyat külki sahnasının 4. kararı tayyorlik hizmetleri ait yeni temalar bilan başlandı hem de. Yeni temalar bo'lganda ko'pchilik o'ylamagan tarafdan chiqish qilib, yangidan temalarni tayyorlab, oldingi qitimlarga qaraganda yana talablarni yuqoriroq qo'yib, bayon jihati bo'lsin, mayli ifodalash jihati bo'lsin, har jihatdan talabni yuqoriroq qo'yib, qattiqroq tutib, tayyorlikni yaxshi qilib ketib bormiz hamda. Bu qitim mencha, menimcha cho'qim oldingi 3 qarordan yaxshiroq bo'ldi deb o'ylayman. Bu yana o'xshash hammamizning o'rtaq tirishchiligimiz bilan ro'yobga chiqadi. Lekin buni tirishchiligimizga, astoydil qaraydiganligimizga ishonman. Ro'zaxonning oldingi 3 qarordan olgan o'zining o'rnaklari bor bunda. Mana qilsam bo'ldi-ki, mana bo'lsa bo'ldi-ki. Mana mazmunlarni mandaroq shaklda ifodalasam bo'ldi. O'zim bir praktik shaklda o'tkazdim. 3 yil qitim. Vaqtim shu 3 qitimnikini xulosalab, texmi yaxshi bir ko'pchiliklar uchrashtiraylik deb tayyorlik qilyapmiz. Buni ko'rishni, naqmaydan ko'rishni orzu qiladigan cho'nglar va yoki yoshlar degandek tomoshabinlar bek ko'p. To'g'ri. Buni biletini nimishga sotmadinglar, biz nimishga ko'mdik deb so'raganlarmi bek ko'p. Shu talablarga binoan hamda bu qitim qisni erkin azoda tomoshabinlar bilan birga o'tkazaylik. Ko'pchilik bilan birga qilaylik deb shuni plan qilyapmiz. Menimcha Ro'zaxonning hozirgi tirishchiliklariga qarata menimcha bu cho'qim yaxshi bo'ldi. Men ishonaman bunga. Qanday? Yaxshi. Omonchilik. Qanday tayyorliklar o'zingchi bo'lganda? Tayyorliklar menchi bo'lsa bek yaxshi bo'lyapti-da. Uni ustiga ustozim Xalmuratgan bo'lgan ekan, mening ko'nglim to'q. Nayt bir oldimizga qarab yaxshi ketib boramiz. Uni ustiga bayon akam degandek mazmunlarimiz burunqidanmi sarxilroq. Hem meninkimi hisobda bu Xalmuratgan xizmat besimini oshirib o'tdi endi bir. Aqchi bir jafoga qo'ydim. Qoldim. Talab yuqorida. O'zimning nimamda biramda akasam chuvit qaytadan tikka deb ish yormaydigan bir saypunlar. Shogirdlar ish yormaydi. Ben o'zim ba'zi his qilmay qolsa pushqaqsam qisqa. Zalimdan olim chiqdi degan gap emasmi? Vallahi işte qilib herhalde bu daqeti bende shu bayon degandek mening do'ynim ayrim keldigan uchurniki yomon ko'p qismi biz qayerdan bilet setib ko'ra olamiz degan gap. Biz nimishqa ko'rolmaymiz degan gap chiqdi. San'atkorlar, cho'lponlar shularga qatnashamdi deydigan gap. Shuni bu daqetimlikda qanchalik shu zalıq shunchalik adam bo'lsa, shunchalik adam nemdab ketvarman oy. Qanchalik adam bo'lsa, shunchalik adamni petishcha o'rlashtirib qilamiz deb shu tayyorlik xizmatini texnik kuchga barak qilyapmiz. Eng yo'riq nuqtaning birisi bilet setildigan bo'ldi-da, hamda ko'gisi bor kishilar
kep ko'ralaydigan bo'ldi. Masalan, meningmi shu milliard kulki sahnasi to'g'risidagi vloglarimda ostida bekchiq inkoslar shuchu aka. Nemishqa biz ko'ramaymiz? Qanday qilsak bizmi naq maydonga berib ko'ra olamiz degan inkos bekchiq. Demak, ko'pchilikning naq maydondan ko'rgisi bor ekanda. Endi xalqimdan so'raydigan yana bir savolim, biz anglaydigan bir gap bor. Masalan, ustoz shogirdiga har qancha o'rgatsimi, o'zining ba'zi eng muhim hunarlarini qoldi deydigan. Biroq men xalqimdan buni ko'rmadim. Butun vujudi bilan shu o'zining bildigining hammasini to'kib yetib bordi-da endi. Başta işler bo'lsa rast gap qilju. Endi bu Ro'zaxonniki ko'pchilik bilan davomli uchrashayotgan detal endi shu to'qushu shaklda uchrashyapti. Buningdimi o'xshash obraz yaratimiz, o'xshash bayon qilimiz, o'xshash har jihatdan o'sha bizning teatrning o'lchamlari bo'yicha ko'pchilik bor kuch bilan ifodaladi. Lekin endi Ro'zaxon ma'liki teatrniki sahnadagi o'lchamlar, masalan, bayon qilish, obraz yaratish, sahna harakati degandek talablardan ba'zi azab tutishib qolgan talablarni o'ngshab menyapmiz. Endi shu talablarni qo'yyapmiz. Shu talablarimiz qattiqroq bo'lg'achqa endi bitib bo'lgan gonsarni so'kib yetibdi. Lekin buni deb bo'g'ich bilib bo'ladi. Ba'zida bizning ma'lumlarimizmi ba'zi bir sahna harakatlarini, ba'zi bir o'lchamlarni qayta o'zlashtiradi. Lekin Ro'zaxon endi xalq ichida o'z pishib chiqqachqa bu talabni qo'yib bo'g'icha o'zlashtirib turibdi. Yaxshi. Bu jihatlardan o'zimni ko'nglim to'q. Ya'ni vaqtimiz xeyli bor. Tayyorlik vaqtimiz xeyli uzun. Bu jarayonda yani texnik pishib, mukammallashib, yana ba'zi bir detallarning orasiga yana o'zimizning kallasiga kelgan, kichigimizni ko'rgan, yo anglagan qiziqchiliklarni qo'shib ko'pchilikni mush qitimqi 4-qaror kulki sahnasi tamdi. Rozi qildiganga chin qalbimizdan ham ishimiz ham tirishimiz. Ba'zilar deydi, ustozlar jiq vaqtlarda, jiq vaqtni emasdi balkim, ba'zi ustozlar shogirdining o'zidan yuksalib ketishni, o'zini eshib ketishni xohlamasligi mumkin deydigan ko'z qarash bor ekan. Lekin endi mening his qilishimda xalqim mening bildig'imning hammasi sening, menda borning hammasi sening deydi. Chunki men bu gapni ta'sirlandim, necha qitim dedi bu gapni. Bizning sahna hayotimiz o'z navbatimizda biyig'an, xo'shallik topgan, xalqni xush qilgan, endi navbat sahna shogirdlarning bo'ldi. Albatta bizning ichimizdagi hamma narsamiz shogirdimizda bo'lsa, biz endi bu Xalmurat niki shogirdi degan nomiga tushliq bizdim oshirib etsa, texmi biz natija olgan, g'alaba qilgan bo'lamiz albatta. Haqiqiy ustoz degan bunda bo'ldi. Xalmurat Ömer'den mangu ish bitamaydi. Chunki Xalmurat Ömer xalqning qalbidagi mangulik Xalmurat Ömer. Lekin xalqam o'zining shogirdini mendimmi yuksalsgan deb o'ylaydigancha, Ma'ruxdan Luqaybek ta'sirlandim. Sen qanday qaraysan shu masalaga? Men endi nima deyman hozir? Qarab qaraydi. Har deb bag'andek bir xo'shallik qol menda. Endi men rostini deb aytsam, bu gapim sal uzrab qilishi mumkin. Men endi kasbiy jihatda tarbiyalangan emas. Buni endi butun xalqimiz biladi. Ammo lekin men kichigimdan tortib mush Xalmurat akam bilan bir akufku bo'lib, ustoz shogird bo'lib o'tish degan mening hayotimdagi eng chong orzuyim deb bor. O'tgan depadim qo'y, choyning ishlamay demay. Shunday qilib oxiri mana hozir 2020-yildan tortib Xalmurat akam ikkimiz birga xizmat qilayotgan bo'lsak, o'sha milliard sakin birinchi qitimliqdan tortib Xalmurat akam qatnashib, taklif fikr berib qilyapti. Mana bir 5-6 yil bo'ldi biz rasmiy ustoz shogird bo'lishib, maqsad shu xalqimizga bir yaxshiroq bir kulki ato qilsak degan maqsadni menyapmiz. Endi bu menga nisbatan bu yomon zo'r boylik yo'q Xalmurat akam. Chunki birinchidan o'zimniki Xalmurat akamga bo'lgan hurmatim, yaxshi ko'rishim, menga bir ulgi qilib menishim bek to'g'ri deyman men. U bir faqat bir gram xatolik bir yo'q buningda. Uning keyindan Xalmurat akam bilan biz bir juft cho'ng bo'ldik.
gap so'zimizdan tortib, mijozimizdan tortib, kuladigan narsamizdan Uşaq tilinglargacha o'xshash. Unda bo'lgandan keyin ikkimiz bir yerga kelgandan keyin texmi bir so'saroq bir narsani bu xalmiratgam kelgandan keyin vangidil ichilgan bir narsaga o'ylandi-ku, qara. Sen kelsan-chu, qarasam bir to'xularli kelsam ekan. Sen kelgandan keyin biz ham hele ichilib barqa. Aşı kuldigan kayfiyat qilib ko'rib bo'lamiz-ku. Shunaqqa bizning marketimlik paylarimiz nayt utuqliq bo'lyapti. Endi men savolga yig'ib javob bersam, bu ustozimdan men mangu ishib ketish, ilqi xalmiratgan o'rniga chiqmaydi deb turgan bo'lsa. O'rniga chiqgan ish emas. Xalqimizning qalbida xalmiratgan o'zining haykalini, obidasini tiklab bo'lgan. Izdidimmi? Shunday. Bizmi tirishib, mening eng chong arzuyim xalmiratdan ishib ketibdi degan ataq menga kerak emas. Lekin xalmiratdek bir puraqda bizni kuldirayotgansa, desa shu yetidi menga. Boshqa arzuyim yo'q. Endi yana bir masala. Mush to'rdoshlar deydiganda, bu Ro'zaxonninki shu toko shu mazmunlari bir-biridan rangdarda, anankin o'zimizning turmushida yuz bergandeklam, o'ylab baxmagan bir temalarda shunda hayajonlantirib kuldiraydi deydi. Yana bir ansirash berganda tomoshabinlarda buni temalar tugay qilami? Shu temalar tugab qolsa qanday qiladi deb o'ylaydi ekan. Qanday? Endi men tugay qolmoqcha, tugay qolmoqcha. Chunki turmushdan keladi-da. Kunda bir ish uchrab turdi-da. Shaxsan masalan bugun meshada suhbatlashdik. Men ayt qo'yib, mushu ishimizni men qizg'ara qilib depiralayman. Baytim yaqib bo'lgan qiziq gaplar. Baytim bo'lgan ishlarim depirayman. Undan keyin biz hayot yashayotgan ekan, bir kuni Qashqadaryoga boramiz ekan, bir kuni G'o'ljiq bor ekanmiz. Bir kuni bir chaqchaqchi do'st birodarlardan bir suhbat bo'ldi ekanmiz, bir kuni bir kulkilik bir ish uchraydi ekan. Shuni turli xotirlab men qilsam, menchi bo'lsa asosiyatdan tugmasmikin hamda. Bayqashmi bek muhim. Anandan keyin qanday qarashim bek muhim. Yuz bergan masalalarga nisbatan ba'zilar uning ichidagi ko'ngilsiz taraflarni ko'rib olishi mumkin. Yana ba'zilar uning ichidagi yaxshi taraflarni, kulkilik taraflarni ko'ra olishi mumkin. Bu bizning dunyoga qanday qarashimiz bilan munosabatlikkan deb o'ylab qoldim. Hayotga tutgan pozitsiya bilan munosabatlikka deb o'ylab qoldim men. Meshaga men kichikgina bir misoldek bir narsa qistirib qo'yay endi. Bir kuni biz bir bolalar bilan safarga chiqdik. Bir mashina ip sotilgan bir og'inam botdi. O'yilqininga bog'aldiyati sotilgan mashina uchraydi qara. Ay sodisini biz bilan bilib yurib yana qilib mangayverdi-ku. Chunki u ashuning peydi yurdi ekanda. Shunaqqa uni uchrab turdi ekan. Yilqi bizma qayerda bir qiziqish bor, qayerda bir qiziq gap bor deb shuning peydi yurganda ekan, uchrab turdi ekan. Uning ustiga hozir mening do'ynimga ayrim uchur yezib, yomon bir oq ko'ngil to'rdoshlarimiz bor. Masalan, sen bilsan, sen bilib borgan. Aqto'g'i bordik. Otishniki Aqto'g'i bordik. Borsaq eshadi bir cho'ng dadimiz bor ekan, 75 yoshga kirgan. Shundoq bir qiziq gaplar bor ekan, jillilar. U dadash boshda aloqalashgan sen bilan. Bu odam men bilan aloqalashib, Ro'zaxon bir 10 necha tal bir qiziq gapim bordi. Material olib qolsin. Sanga bergan bo'lsam material olib qolsin dedi. Shunda biz otishga bir faoliyatga berib, Shamsiyadan men 4-5 miz maxsus bu cho'ngladimizni yo'qlab borsak, shunda payzi deb berdi. Nayt hozirlandik. Uning ustiga bu xalqimizning orasida mushundaq bir hikoyam bordi. Aka, mushu ish sening og'zingdan chiqqan bo'lsa, yomon payzi bo'ladi deb mushu hozir bizniki tomoshabinlarimiz mushundaq nurg'un tema ta'minlab bergan bo'ldi. Shunaqqa temadan gapim tugab ketamdikin degan andish yo'q men. Biz onun ustiga masalan bir temani shunda topsaqlar, uni betishga shart-sharoitlarimiz yetarli ekan. Izchil holatda shaxsan o'zimma milliardninki bir ixlosman ko'rilmani. Men hozir ko'zim ko'rgandan bir qadar osonroq o'ylayapman bu ishlarni. Ro'zaxon akamning gapi bo'yicha aytganda xato ditlayapman men buni. Xato ditlayapman men bu ishlarni-ku. Endi shu bir ish kuchay jarayonda mishada Ro'zaxon akam bilan birga turib mishada uyg'unish jarayonida Xalmirat ustozimizning uyg'unish jarayonida praktikantda shu jarayonda endi bu ishninki haqiqatan nihoyat zekin talab qilganligini undan keyin hatto shu tafakkurning nihoyat ilg'or bo'lmasa bo'lmaydiganligini gerçi Ro'zaxon akam davomli men maktabda o'qimagan deb tursimi men eliqi toza o'qimagan odam ayt bir yerlar yog'amiki deb qoladigan ashtaq bir yerlarga endi kelib qelyapman o'zim. Yaqubjon. Salom. Yaqub amdiliqi shu
milliard kulki sahnasiniki bulupmu mau 4-chi qaror tayyorligidan boshlab Ro'zaxonning yenidan ayrilmay turayotgan bir shaxsda sening his qilganlaringni anglab baqayli. Masalan, mush qitimqi milliard kulki sahnasiga nisbatan ko'pchilikka deb bergan qanday yangi uchurlar yoki qanday his tuyg'ularing bor? Rahmat ada. Aldı bilan şu milyard sahnasiniki 4-chi qaror milyard sahnasiniki şu tayyorlik xizmatlarida bayt bir ahamiyatlik, bayt bir yaxshi programma, bir san'at asrining vujudga chiqishi uchun kuch qo'shayotganimdan, yordam qilayotganimdan o'zim shuna xushal. Bir qo'shimcha deb qo'ydiganim. Bu qatimqi milyard sahnasida masalan burunqi programmalarda, burunqi sonlarda Ro'zaxon og'inam asosliqi o'zining turmushini kuzatishi, o'zininki peshidan o'tgan ishlarni beyitishi, shoxlandirishi, ashlarni bir san'at tusiga kirgizishni asos qilgan bo'lsa, bu qatimdan boshlab shuning bilan birga yana o'zi to'xtamay o'rganish orqali bu o'zimda deydigan masalan men maktabda jiq o'qimagan degan bilan lekin bu to'xtamay o'rganadi, izlanadi. O'zi to'xtamay o'rganish orqali, izlanish orqali yangi temalarni bayqash, yangi mazmunlarni tepish. Menimcha bo'lgan vaqtda masalan bir yaxshi bo'lgan bir san'at asari shu asarni ijod qiluvchininki turmushni shu davrdagi kishilarningki psixikalik ro'y holati, ashlar yo'liqayotgan masalalar, shu davrninki alayidliklarni to'xtamay kuzatish, o'rganish va shu narsalarni, shu uchurlarni san'at shakliga, o'zi shug'ullanayotgan san'at shakliga kirgizish orqali o'chmas yoki bo'lmasa keyingi avlodlarni to'xtamay ko'radigan, anglaydigan, tarix qilib qoladigan bir san'at asari yarata oladi deb o'ylayman. Ro'zaxon og'inammi masalan bizning shu guruhimiz tema tanlash jihatda bayatni Xalmuratgan deb o'tgandek, shu yangiliklarni, yangi temalarni ko'proq tanlaydigan. Ikkinchidan, ifodalash jihatda burunqiga o'xshamaydigan yangi shaklda ifodalash usullarini ko'proq qo'llanishga tirishib keldik. Shunglashqa bu qatimqi milliard sahnasidan boshlab men shuning ishonamanki, ko'pchilik cho'qim davr bilan tang ilgirlab menayotgan, yangiliklarni o'rganayotgan, o'zini to'xtamay mukammallashtirayotgan bir Ro'zaxon va yangicha bir milliard sahnasini yangicha bir qiyofatda ko'ralaydi va huzurlanadi deb ishonaman. Wow. Rahmat.